Hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, mana taxta oyoqqa zakazlarimiz bor edi. Inshaalloh zakazlarimizni ham boshlab oldik. 5-5,5 hon taxta oyoqqa 200 kamplik, 6-6,5 hon taxta oyoqqa 200 kamplik zakazimiz bor edi. Shularni inshaalloh chiqarishni boshladik. Mana sifati yaxshi, a'lo darajada. Yorug'i yo'q, boshqasi yo'q inshaalloh. Hammasi oppoqqina chiqadi inshaalloh. Bularimiz razmerlari mana. Kamerani yaqinroq olib keling, ko'rsatib qo'yamiz. 5.2 eng kichkina razmerimiz. 10 taxta oldagida 6.3 turibdi mana inshaalloh. Xuddi shu holatda bo'ladi. Bunimiz toshkent 5 dan boshlab 5.9 gacha bo'ladi. Bunimiz esa toshkent 6 dan boshlab 6.9 gacha. 5 lik ichiga 6 lik ichiga 5 lik qo'shilmaydi umuman. Diametrlar toshkent chiqadi. Endi bular narxiga keladigan bo'lsak, bu 5.5,5 hon taxta oyog'imizning narxi 14 ming so'm. Tarsovka qilinmagan holat, agar tarsovka qilingan holatda 15 ming so'm. Bu hon taxta 6.5 hon taxta oyog'imizning narxi 18 ming so'm. Tarsovka bo'lgan holatda 19 ming so'm. Inshaalloh bemalol zakaz berishingizni mumkin. Xudo xolasa zakazlarimiz ham quruq. Ozgina tolimiz qoladi, toldan chiqaryapmiz.